Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Navbatdagi granulyatorimiz xohlasa Marg'ilonga tayyor bo'ldi. Soatiga 200-300 kilo chiqaradigan 11 kilovat 1,5 оборотli akamiz o'zlari motor berishgan, biz yig'ib berdik. Ko'rgan bo'lsalar, tezligi o'ta dahshat. O issiqlikdan qo'lim kuyib ketyapti. Akalar, 2 yil oldin akamiz bizdan baliq ko'llariga 4 kilovatlik granulyator olgandilar va buni soatiga 300 kilo chiqaradigan granulyatorga almashtirib beryapmiz. 80 kilodan 300 kilolik granulyatorga almashyapmiz. Bizda trading xizmati bor, ya'ni almashtirib berish xizmati bor. Bizda agar granulyatorimizdan foydalanib biznesingiz yana ham rivojlanib ketadigan bo'lsa, albatta kattasiga almashtirib berish imkoniyatimiz bor. Hali chet eldan kelgan granulyatorlar misol uchun mana buni qayerdan kelganini aytmayman, shu chet eldan kelgan granulyatorlarga o'xshab, hali otasi ma'lum granulyator emas, otasi aniq, joyi aniq, manzil Qo'qon shahar 4-avtobazani ichidamiz. Nomerlarimiz o'sha 5 yildan keyin servisi tekin. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaringlar. Odam uspet qilmaydi kerak bo'lsa, объем вообще dahshat 5 mm da chiqishi. O'zbekistonda granulyator ishlab chiqaradiganlarga vizib 200 diametr, 220 diametr degani, 220 diametrda mana shunaqangi tezlikda chiqarib beriladigan granulyator bo'lsa, tan beramiz. Bemalol mana o'zlaringizni ko'rsatinglar, raqobat qilinglar. Halol raqobatda baraka bor. Agar hozir buni soat sekunda merga uradigan bo'lsak, 400-500 kiloni ko'rsatib yoradi. Lekin объем kerak bo'lsa, biz aytganda 300 kiloni 100% urib beradi. 2 mm dan tortib 11 mm ga razmerlarimiz bor. Mana qanday chet eldan kelgan granulyatorlar, rossiyskiy, Xitoy, ukrainskiy granulyatorlarni ham remont qilamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Zapchast masalasidan muammo yo'q. Kelar ko'rgan bo'lsalar ham ovoz degan narsa yo'q, даже ovoz yo'q, lekin объемni zo'r beryapti. Issiqligini baliq ko'lga ketadi, xudo xolasa baliqlar xudo xolasa baraka topadi bu yemlarni ham. Yaqinda 1 tonnalik granulyator chiqargandik. Soatiga 50 kilodan tortib 1 tonnagacha turlari bor. Misol uchun bu soatiga 300 kilolik bo'lsa, mana bu yerda soatiga 50-60 kilolik, soatiga 50-60 kilolik. Mana bu yerda 7,5 kilovatlik, buni ham kraskalari sepildi, soatiga 100-150 kilolik. Mishalka deysizmi, drabilka deysizmi, granulyator deysizmi? Akalar, bizda e'tibor beringlar bitta narsaga. Ayrim chet elda granulyatorga o'xshab cho'yan korpus bo'lmaydi. Turba bo'ladi, qalin turbadan ishlangan, yorilib ketmaydi. Bularni yorilib ketsa qaytib tiklab bo'lmaydi. 100% gapimga javob beraman, qaytib tiklab bo'lmaydi. Buni ko'pincha cho'yan korpuslarda oporniy joyidan yoriq tushadi, buni keyin qaytib tiklab bo'lmaydi. Qaysi davlatda ishlab chiqarganini aytmayman, lekin o'zlaring xulosa qilinglar. Mabodo chet elda granulyatorni oladigan bo'lsalaring, mendan sizlarga tekin maslahat, обязательно yem chiqarib ko'rib olinglar. Yem chiqarib bera olmaydigan bo'lsa, u granulyatorni olishni tavsiya bermayman. Biz o'zimizning granulyatorlarimizni albatta yem chiqarib, ko'rsatib, sinovdan o'tkazib, garantiyalarni berib, 5 yildan keyin servisni tekinga qilib berishga va'da beramiz. Mana shu 2026-yildan bundan bag'iga kim bizdan granulyator oladigan bo'lsa, 5-yildan keyin servis tekin bo'ladi. Bizda bazada shakllantirib qo'yganmiz. Mana misol uchun mana shu granulyator ertaga ketadigan bo'lsa, Marg'ilonga mana shu granulyatorda biz danlarni kirgizib qo'yamiz. 5 yildan keyin mana shu granulyatorga agar bizga akamiz zapchast kerak desalar, bepul servisni qilib beramiz. Mana shunga e'tibor beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlarimiz o'sha, salomat bo'linglar.